Ko'ngilli gapiring. Ko'ngilli gapiring, mana shuncha bo'lsa bera olaman deb. Baland parvoz gaplar kerak emas. Shuncha aytdim. Bo'ladigan qilib aytdingmi? Ya 15 dan o'tib beravering aka. U 15 sizning ko'nglingiz 15, lekin 15 degan baland akajon. Ismingiz nima edi? Zafar. Zafar aka. U Instagramdan ko'rib, bayoqqa kelib kuzatib, hammasini ko'ryapsiz-ku. Dangalmisiz? Ha? Bitta guring ayting, keyin men sizga bir guring aytaman. 15 dan qancha o'tib berasiz? Men sizga bir guring aytaman. 15 ni pastiga bitmaydi aka. Oxiri 15 bo'lsa berasiz, ha? Yo'q. Yo'q, shahadagilar aytib ko'raman. Oxiri 15 bo'lsa bersangiz aka, shahadagilar aytib ko'raman. Bir supurch kerak emas. Shibdi. Oxiri 15 mi? Akalar ko'ringlar, 99-yil. Endi bundan kraska so'ralmaydi. Propan gazlari bor, general davlat chiqadi deyaptilar. 15 million bo'lsa sotaman deyaptilar. Agar kimgadir ma'qul kelsa ko'ringlar aka, olgandan ham sotgandan ham bir so'm pul kerak emas. Tirikchilikmi sizlar aka? Yo'q, o'zimizga. O'zingizkimi? Ha? Qancha vaqt bo'ldingiz aka? Minilgan yo'q aka, yotgan vaqt. Yo'q, qancha vaqt bo'ldi olganlaringiz? Cobalt'ni kiritmayapti hali. 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi, ha? 2 yil. Aka, sizdan olganim baraka topib minsin aka. Shunday. Endi 2 yil oldin to'g'ri balandroq olgandirsiz aka. Boshqa narsa bo'lgan. Endi hozirgi narxi shunday-da. 15 emas. To'g'ri, shunchalar 15 so'ramayman. 15 ga sal qimmatroq-da. Shuncha 15 so'ramayman. Biz aytgan narxni boshlamizda. Yo, hammani moli o'zi uchun yaxshi. Mana 15 ga ichib oladi. Oladi, shuncha. Aka, sizniki ko'rmaganman. Sizni ko'rmaganman. Men bu odam ko'p kelib ketgan. Gaplashganman, narsa qilganman aka. Shu odam o'zi ham ko'rib turibman, sizdan olib qolib aka, bu yoqqa 2 million yo 1 million, 3 million qo'yib sotadigan joyim yo'q. Ko'zingizda oldida 500 ming so'm qo'yib sotaman akajon. Bundan abdor chiqayotgan mashinalarni 10 turdan qarab topib ketdim. Ya aka, men bu odam aytgan gapida hammaniki o'ziga, oy ko'rinarki o'ziga. Kecha 15 millionga olinganini ko'rdingizmi? 2005-yil Lux Concealer Sonus. 2005-yil. Holati javob beraman, uyaltirib qo'yadi bu mashina. Metallari bor edi. Bundan metal qo'yib bo'lmaydi. Propan nimani joylari. Propan zo'r. Qish kuni ham zo'r aka. Hozir Uyga yotasiz. Zapravkaga yotmaysiz. Zafar aka yoyilib, agar sotish ko'ngil bo'lsa aka, yoyilib bir gapiring aka, men sizga bir gapim bor-da. Shu narsani gapira olmayapman. Gapiring. Bu 15 ni 500 etamiz. 500 ha? Men mana maydalashmayman, dangalman. 1 million so'm o'tib berasiz. Barakangiz bormi? Siz aytganga men o'zim sotaman. Rozimisiz? Yo, aytdim-ku 500 etib beraman. Qarang. 5 yil o'tgan Aka. 15 bo'lmadi go'xat hech kim. Yana Siz aytganingizga men o'zim sotaman. Maydalashmadim. Yana 200 ming, 300 ming qilmadim. 1 million so'm yana qo'shdim. 14 million so'm pul olasiz, 14 ming qilib o'zim sotaman. Barakangiz bormi? Baraka olay, baraka. Rozimisiz? 14 ga oldim, 14 mingga sizga o'tadi. General daviniz qilib beradi. Shuni ko'rdik qoladi. Zafar aka, 500 ming so'm qo'yib sotdim, rozimisiz? Tex pasportni olib kirib, ichkari registratsiya qildiring. Abzori 99-yil propan gazlari bor. Endi bundan kraska so'ralmaydi aka. Lekin suyagi butun. Bu aka ertalab lasitni sotildi-ku. Uni ham suyagi butun. Xuddi o'shanda buni ham suyagi butun. Motor yaxshimi? Motorlari yaxshi. Motorlari yaxshi, propanga bo'ladi.